So'nggi yillarda qabul qilinayotgan prezident qarorlari va farmonlari mamlakat taraqqiyotida mutlaqo yangi bosqichni boshlab bermoqda. Ushbu hujjatlar faqatgina huquqiy asos bo'lib qolmasdan, balki xalq uchun yangi imkoniyatlar yaratishga qaratilgan aniq amaliy mexanizm sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, ijro intizomining kuchaytirilishi natijasida qaror va farmonlar hayotga izchil tatbiq etilmoqda. Bu esa o'z navbatida xalqning turmush darajasi va ijtimoiy ahvoli yaxshilanishiga xizmat qiladi. Yangi ish o'rinlari, daromad manbalarining ko'payishi, infratuzilmaning rivojlanishi, ularning barchasi islohotlarning real natijasidir. To'rtko'l tumani Qoraqalpog'istonning sharqiy darvozasi hisoblangan ushbu hududda turli millat vakillari birdamlikda yashab kelmoqda. Tumanda 49 ta mahalla va ovul fuqarolar yig'inlari bo'lib, 235 mingdan ortiq aholi shu hududning iqtisodiy barqarorligi, ahvolining farovonligi yo'lida o'zlarining ulushlarini qo'shishyapti. Bugun ishbilarmonlik muhiti ham mutlaqo yangi mazmun kasb etmoqda. Davlat tomonidan yaratilayotgan yengilliklar, imtiyozlar va qo'llab-quvvatlash choralari tadbirkorlarning faolligini oshirmoqda. Kichik va o'rta biznes subyektlari faoliyati kengayib, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishga qodir bo'lmoqda. To'rtko'lda shisha ishlab chiqarish zavodi driver sohalaridan biri edi. Tumanning iqtisodiy barqarorligi, qancha oilalarning daromadi, ko'plab yurtdoshlarimizning bandligi ayni zavodning faoliyati bilan bog'liq. Bugungi kunda bu zavodda bir necha turdagi shisha mahsulotlari tayyorlanmoqda. Zamon rivojlangan sari xalqning didi, talabi ham shunga monand o'sadi. Ayni jihatni e'tiborga olib, Xitoy texnologiyasi asosida shishaga dekor, ya'ni shakl berish, rang va gul tushirishga moslashgan yangi korxona qurilishiga start berildi. Ayni kunda xitoylik mutaxassislar korxonada ta'mirlash va jihozlash ishlarini amalga oshirmoqda. 这是一套这个酒瓶喷涂 Biz asosan shisha idishlarga rang beruvchi uskunalarni o'rnatmoqdamiz. Ishlayotgan mutaxassislarimiz bu ishda o'ziga xos tajribaga ega. Ishni imkoni qadar sifatli qilib topshirishni ko'zlayapmiz. Bu yerda bizga hamma sharoitlarni yaratib berishdi. Bizni iliq qarshi olishdi. O'zbekistonda birinchi marta bo'lishim. O'ylaymanki, bu ishimiz o'zining ijobiy samarasini beradi. 第一台来到我们这个乌兹别克斯坦。 Loyihaning umumiy qiymati 7 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Ishga tushish muddati 2026-yil sentyabr. Mazkur korxona ishga tushgandan keyin 60 ta ish o'rni yaratiladi. Hozirgi kunda bu ko'rib turganingiz zavodimiz yaqin kunlarda ishga tushadi. O'z mablag'i hisobidan 3000 dollar investitsiya kiritilib, tayyor shishaga rang berish ishlari bilan shug'ullaniladi. Bu ish zavodimiz ishga tushib ketsa 200 nafarga yaqin ishchi xodimni ish bilan ta'minlaymiz. Hozirgi kunda endi bu yerda qurilish montaj ishlari davom etib turibdi. Xitoydan kelgan mutaxassislarimiz o'zlari ish faoliyatini olib kelib shu zavodni ishga tushirib berib ketishadi bizga. Keyin biz uni ishlab boshlaymiz, xudo xolasa. Keyinchalik bu yerimiz ishga tushib ketgandan keyin ortidan yana shisha mahsulot, tayyor mahsulotga gul bosish. Hozir bu yerda bo'yalib chiqadi, keyin u yerda gul bosiladi. Bu shishaga ishlov berishdan maqsad hozirda xalqning, iste'molchilarning o'sha shishaga chiroyli ko'rinishiga bo'lgan talabi munosabati bilan ishlab chiqarish maqsadidamizda shu shisha idishlarini gulli qilib, chiroyli qilib, dekorativni qilib, talabga mos qilib, o'shanday maqsadda ishlab chiqarmoqchimiz kelajakda. Bir narsani ta'kidlash kerakki, to'rtko'lliklar qadimdan o'zining bunyodkorligi, mehnatkash yaratuvchanligi bilan nom qozongan. Tuman aholisi boqamandalikdan ko'ra mehnati orqali halol luqma topishni ma'qul ko'radi. Otajon og'a O'razimbetov sog'ligi tufayli ishidan nafaqaga chiqqach, bekor o'tirmay deb To'rtko'lda yangi bir tarmoq bananchilikka asos soldi. Tajriba tariqasida issiqxona tashkil qilib, 100 tubdan ziyod banan ko'chatlari olib kelib o'tkazgan edi. Ko'rib turibsiz, bugun daraxtlar mevaga kirdi. Tropik o'rmon nafasini berayotgan ushbu issiqxona To'rtko'l tumanidagi Bahor mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan. Bu yerda tinib-tinchimas Otajon og'a o'tgan yilda 100 tub banan ko'chatini olib kelib 3 sotix maydonda issiqxona tashkil qilgan edi. Ko'rib turibsiz, bir yilda bananlar allaqachon meva bermoqda. Demak, bu kabi qahramonimizni ish yo'q, talab yo'q, pul yo'q deydigan odamlarga namuna qilib ko'rsatsa arziydi. Pensiyaga chiqdik. Asan bu nagranchilikning pensiyasini ham yo'q, shu yoqmadi menga alishda. Haqiqatan ham nagranlikning nonni ish yoqmadi. Men aytdim, qo'y. Xudo taolo jonimni sog' etib qo'ysin, o'zim bu adam mehnat etib top bola-chaqangga yedirsang, o'zing yesang, bu boshqacha u. Uning bu boshqacha u. Shunda shu ishni boshlab berdik. Endi niyatimiz ko'p. Xudo xolasa prezident aytib turibdi. Limonariyani ko'paytiringlar, ko'paytiringlar. Hozir men o'qib ko'rdim internetdan. Bir sotuk limon ekkanga 300 ming so'm subsidiya davlat tomonidan beriladi ekanda. Xudo xolasa ishlaymiz 4-5 sotuk. Yerimiz bor. Xudo xolasa shu bahorda limonariya 4 ya 5 sotukni egamiz. Yani Buxoroda maktab bor ekan.
limonchilik maktabi. 180 kilogacha beradi deydi-da, 180 kilogacha. 180 emas, 100 kilo bersin, 40 tüp limon egilse 4 tonna bo'ladi. 4 tonna hozir bozorda 40 ming so'm. Niyatimiz baqa ko'tarilib emas, lekin shuni hisob kitob etsa bir xo'jalikqa yetadi shuning daromadida. Ham yana bir ermak qariganda bir ermak kerak-ku. İşte bir adam baribir chidamaydi, o'tira olmaydi uyda. Men o'zim o'tira olmayman. Dim bo'lmasa shu uyda qo'y qo'zlar bor, tovuqlar bor. Ne var? Banan. Shu yerga kirib aylanib kellang shamollaydi. Dem olasan. Mana otajon og'a, biror bir ishni ishlagandan keyin qo'shimcha bir rejalar, qo'shimcha g'oyalar ham paydo bo'ladi odamda. Endi mana ko'ryapsiz, tropik mevalarni mana papaya ko'ryapmiz, bananlar mevaga kiryapti. Endi mana shuni ishlagandan keyin qo'shimcha rejalar paydo bo'ldi. Buni kooperatsiya qilib, misol uchun nihollarni, ko'chatlarni sotish yoki boshqa rejalar bormi endi kelajakda? Bor, shuni men hozir farzandlar katta farzandim Rossiyada ishlab yuribdi-ku. Rossiyada ishlab $1,500 olib ishlagandan shu yerda $1,000 topsa bo'ladi-da. Endi shu yerda shunday imkoniyat ko'payib ketdi. Hozir men yoshlarga aytaman, bolalarga aytaman, gelinlarga aytaman. Birinchi zamonning adamlari bunday imkoniyat topa olmaydilar-da. Kuni bilan kolxozchi brigadning oldida tayog'ini yeb, kechda kelib ishini ishlaydilar. Hozir sening bilan hech kimning ishi bo'lmasa, dardi bo'lmasa, sana ishlayman desang sharoit yaratib bersa, puling bo'lmasa pul bersa, undan boshqa ne kerak? Yine ya subsidiya meselesi, sötügüne 300 ming so'mdan. Onun için senin özün yesen, özün içsen, özün balaçağa baksan 300 ming so'm yine devlet berse. Mendi devlet hiç yerde yok, hakikattan hem de. Hakikattan hem. İşlimen de adamga imkoniyat ko'p ku. Prezidentimize rahmet, devletimize rahmet, rahberlerge rahmet. Donalarimiz intilganga tole yor deb bekorga aytmagan. Ba'zan ish yo'q, daromad yo'q deb noliydigan odamlar nafaqa yoshidagi otajon og'adan ibrat olsa arziydi. Shu o'rinda ayrim raqamlarga murojaat qilsak, To'rtko'l tumani bo'yicha jami 200 ta issiqxonalar mavjud bo'lib, umumiy yer maydoni 356.2 sotixni tashkil qiladi. Tuman mirishkorlari ushbu issiqxonalarda limon, ko'kat, sabzavot yetishtirib, yilning har 4 faslida bozor rastalariga sarxil sabzavotlar chiqarib, xalqning rizqiga rizq qo'shmoqda. Yangi hokim yordamchi bilan Hatun kızlar pahalı, kocalık aylanıp yürüptü. Üye geldiler, şu kredi teklif edip yürüpmez. Devletke rahmet. Gelip durup teklif kılıp yürüptüler. Bunda bana da bir 33 milyon kredi verinler. Şimdi bir haftanın içinde bana 33 milyon kredi verdiler. 33 milyon kredi alıp durup özüme 70 milyon koşup 103 milyonga şu terimiz usuldağı İşte teplisanı teşkil kıldık. Bu 2 kat. Ortada 30 santimetre aralığı var da soğuktu kırgızmıydı, ısını çıkarmıydı. Yani şimdi teplisa bu. Bunu 30. dekabr günü. Şimdi bunu 30. dekabrda ekkenimin sebebi bizlerin Karalpakistan'da soğuk kuşlu oladı o. Soğuktan çıkarıp bilemem mi, bilmeyemem mi? Eğer çıkaralmasam bir 3 ayda məlum oladı ahır o. Keyin yok. Bunun özü temperaturasını 10 gradus saklasa boladı eken, 10 gradusta saklap bunu ötürdük. Bakarga çıktı, bakarga çıkkandan sonra araya çıkanda ne olmadı yine. 13. ay hazır. 13. ay. Meyve verip başladı. Mesela tüyüp güllep meyve verip başladı. Xuda kalasa şu 14 ayda pişet degen gepleri var idi 14 ayda. Şu 14 ayda hakikaten pişecek. Şu Mart aylarına karab xuda kalasa pişedi. Şimdi bunu komşular gelip körüp durdular, kızıqıp, ben aytdım endi bunu ne olsa da meyvesini bir köreyik. Aslında sizlerge de şu özünün bunu nelçe çıkadı eken de özünden. Nelçeme aytdım mıt. Endi alıp ege veremiz, şu elatqa tarqatamız, nelçeni işetemiz bunu kuru, çoğup taşağandan. Berim bunun birisinden 3, 4, 5'si çıkaradı eken de, berim çoğup taşağı gerek. Bunu çoğup taşağandan komşuğa tarqatgan ma'qul o. Bir narsani ta'kidlash kerakki, ko'rsatuvimizning qahramonlaridan hatto o'zimiz ham motivatsiya, g'oya va rejalar oldik. Bu kabi insonlarni ko'pga ibrat qilib ko'rsatish maqsadga muvofiq. Bugun davlatimizda imkoniyatlar eshigi ochiq. Imtiyoz va yengilliklar bisyor. Undan oqilona foydalanish, harakat va mehnat qilish lozim bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, prezident qarorlari va farmonlarining izchil ijrosi natijasida mamlakatda iqtisodiy faollik, ishbilarmonlik ruhi va xalq farovonligi o'zaro bog'liq holda rivojlanmoqda. Bu esa yangi O'zbekistonda inson manfaati eng oliy qadriyat ekanning yana bir amaliy tasdig'idir.